Do'stlar, bu Kar 8 2025 modeli, 2.5 motor, komplektatsiya Nobles. Yurgan masofasi 2500 km. Koreyadagi narxi 40 million won atrofida. Aniq summasini yozib qo'yaman. Oldi LED lampadan ko'rsalaring. Akula oldingi versiyasiga nisbatan ancha chiroyli chiqqan. Orqa tomondan o'zgacha ko'rinishda. Diskalar yangi chiqqan diskalardan qop-qora. Bu Malibudan bitta sinf katta, ikkita sinf katta. Malibudan ikkita sinf katta. Katta sedan. Luxury sedan desizmi? Ichiga o'tirib ko'ramiz. Mana sizni mashina kutib olyapti. Rul tepaga ko'tarildi. Bismillah. Eshik yopilishi bilan o'rindiqlar oldinga surildi. Bokovoylari qisildi. Xullas, knopka start stop. Bismillah. 2.5 motor. Atigi 2360 km yurgan. Rol juda ham yengil. Ambient podsvetkasi ajoyib ekan, ichkariga kirib ketgan. Juda katta mashina ichkarida. Qop-qora salon. Tak, mashinadan chiqmoqchiman. Rol oldin ko'tariladi, o'rindiq orqaga surilar ekan. Orqa o'rindiq o'tirib ko'ramiz.